Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli cemaat. Allah Teala hemmemizin tutkar hususuna kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın. Bu şu ulug' ayda günahlarımız mağfiret kılıngan, Allah Teala'ya yakınlık hasıl kılgan, takvalıktan ibaret güzel bir hissetini özümüzge sığdırgan halde çıkan nasip olsun hammaylarına. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deydi: "Velev enne ehlel kura amenu vettekav lefattahna aleyhim berekatun mine's-semai vel-ard" deydi. Şehir yani yurt ahalileri yani insanlar iman etse ve takvalık kılsa asman zeminin bereketlerini tüküvet ettik deydi. Tüküvet ettik deydi. Biz hazır ahvalımızı karışsak biz iman ettikler. Özümüzü takvada yürüyülür. Tamam da ama bereket yok turmuşumuzda. Turmuşumuzda bereket yok. Memlekette bereket yok. İnsanlarda bereket yok. Öylerde bereket yok. Pazarlarda bereket yok. Kandak desem, kandak yerde bir insanın bu da suğurgulu bulutkallı işi olsa bunu gelip muayyen baha bekitmeyi insanın yancı kılgalı baha bekitkan. Nurgun ticaretçi var da şunda kaldı. Baha muayyen baha yok. Adamın ahvalığı karab baha bekitkan. Ve nadicik bazarlık bunda bahanı yukarı kuyduğan. Şefkat kılmaydıgan. Aldançılık kıldıgan. Adetteki bahadını kıymet satıdıgan. Muşundan İslam'da, muşun Müslüman memleketlerde bu esli Allah Teala tabii baylıklı muşun Müslüman memleketlerine bitkende benzin bolsun şehir çıkıdı o. Bu bütün baylıkla muşu Müslümanın memleketine çıkıdı. Yani şu Müslüman memleketteki halklar mesela aşıla fakirlikte, köp kısım fakirlikte yaşaydı. Mesela Japonya'da mesela bundan tabii baylığı yok. Bizim pentektikiye tayinip yaşaydıgan memleketteki halklarının köp sallığı bay. Bizde şunca baylığımız batırıp, meyli qaysi memlekette olsun, Müslüman memleketler şunda baylık batırıp, şularınki halkının fakir yaşaşı, bereketli olmaslığı. Mesela bizim bu şu yaşayan memlekette mene, muşunculuk bereketsizlikinin buluşu bizde bir mesele var bir yerde. Allah Teala dedi iman etse ve takvalık kılsa bereketini yağdırıvatımız. Biz iman ettik, takvalık kıldık. İmanımızda şek yok şunda ama hemimizin imanı şek yok. Ama takvalıkımızda şek buluşu mümkün. Bu şu takvalıkta takvalık kandak bulduyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki bir hadis vardı. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet kılgan İmam Müslim Sahih Müslim'de kayıt kılgan sahih hadis. Peygamber Aleyhisselam bir gün sahabelerine gap kıpırıp oturup sizlerden bununki Beni İsrail'de bir adam battı. Ticaretçi adamdı şu. O adam ülep kıptı. Ülep kıptı bu adamınki şu namı amalını yani surak sualga tartılıptı. Surak sualga tartılsa bu adamınki akidesi duruşken, imanı duruşken. Ama hiç kandak ibadet yokken. Ya namaz okumaptı, ya roza tutmaptı, ya çıkıp hiç kandak ibadet namında bir ibadet yokken. Degenden bu perişteler Allah Teala'ya deydiken de ya bu adamın tamam tevhidi bakken fakat bir emel ibadet yokken bir qarab bakınlar bir yaxşılıkları var mı dese bir yerde bir yaxşılık bakken hatırını koygan qanday yaxşılık bakken dese o adam ticaretçi bay adamken şu mahalledeki şeherdeki kambag'allarga pul qarz berib turgan. Pulning qarzini vaqti to'shqancha qaraylik qarz bergan. Vaqti to'shgan chog'da endi pulimni qaytarib beraman deyotgan. Shu chog'da pulimiz qisqidi, tep bulanmadik, kambag'aldik deganlarga bizning odamlarni avatib tashrif qilinglar ma'lum. Rost shunda ehtiyojliqmi yoki bana bermaslikka qilyapamdi degandan odamlarni tashrif rost buniki ayda ehtiyoji bor ekan, kambag'al ekan, sizning qarzingizni berolmayotgan deganda bo'ldi, o'chirib shunda oldim. O'chirib o odamning qilgan odati shu ekan. Qarz berdi ekan, yig'idgan vaqtida berganini yig'itgan, ololmaganini o'chirib o'tgan. Shundan ekan degandan Alloh taolo biz o o'chirib etishga o bandadan o'sha odamni bakroq haqliq biz. O başka bandalarning qarzini o'chirayotgan bo'lsa, biz buning gunohlarini o'chirayotimiz, jannat kirgizimiz deb qilqiqdan. Endi niyada nima esqatdi? Kishilarga qilgan yaxshilik esqatdi. Kishilar qilgan yaxshilik esqatdi. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çağda bir ayal kepti de mesele soğulu. Dedim ben ticaretçi. Ben aşık dinası satmakçı olsam
eng yuqori bahoni qo'yman. An o adamni tushidi. Men planlagan bahoga kelganda beraman. Binas olmoqchi bo'lsam-mu, kimdan eng tuvan bahoda so'rayman. So'rab o chiqib, men izam shu planlagan baho bo'lgan chog'da olaman. Men qilganim durustmi deganda, sizning qilganingiz durust emas. Siz binas qancha pul olsa, shu bahoni qo'ying. Qancha pul olgangiz bo'lsa, shundoq eling deb ko'rsatdi. Yana Payg'ambar alayhisalom bir kuni bozorga ketib borsa, bir odam bug'doy sotib ketgan. Bug'doyga qo'lini tiqib bunda nima qilib baqsa, osti ho'l bug'doynicha. Bu nima ish qilib osti ho'l bo'lsa, "Ya Rasululloh, yomg'ir yig'ib ketgancha ho'ldir ketgan" deganda, "Yomg'ir yig'ibga ho'lligini nima ish qilib, nechta chiqarib qo'ymaysan?" dedi. Mushundan aldamchilik hozir 100% bor. Masalan, kishilik qanaqda, mevaning go'zalligini aldig'ini qilib qo'ydi. O'shalarga haftalik bozor deymiz ya, azam birdi deymiz. Azam emas, asl marketlarning azam emas. Bu haftalik bozor qanaqda chiroyli tizib qo'ydayna. Ba'zi tanlig'il qo'ymaydi jiqlari. Üzemep bermen deydi. Eng nachar ses binasi agar o'yga chiqqandan keyin o'yga qaraymiz. Bu %100 aldamchilik. Mushunda tursa Alloh taolo qanday barakat turdi, qanday Allohning rahmatiga erishdi. Bir oddiy bir misol avamda. Mushunda shu chog'da mushunda insonlar bor ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga sen agar mushu ho'llab qolgan bo'lsa, ho'lni chiqarib qo'y. Degin mundaq bo'ldi deb aldıma kishilarni deb aytadigancha. Demek Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning zamonida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir qonun chiqartgan. Bizning shariatimizni bilmagan odam savdo qilmasin bozorda dedi. Ya'ni shariatga halol haromni bilmagan odam savdo qilmasin degan shunday bir qonun chiqartganda. Endi bunda qaraydigan bo'lsak, hozir dunyoda hamma narsada oldiga chiroyligini tizib qo'ydi. Aqsda nimasini sotadi. Hamma yerda aldamchilik, hamma narsada aldamchilik hamda bu hatta doktorxonalardan tortib, shaxsiy doktorxonalardan tortib, masalan, odamlar bunda ma'vu davolanishning haqqini emas, odamning yanjuqligi pulga qarab, qanchalik ola olayman, baho emas bu yer masala, yanjuqni qanchalik ola olayman. Shunchalik insofsizlik bo'lgan dunyoda bu barakat yo'q. Yo'q. Ya'ni demak, bizning ibodatlarimiz, namoz o'qiymiz, ro'za tutamiz, Qur'on o'qiymiz, haj qilamiz, bu taqvolikning yo'lida ketayotgan bir harakat. Taqvolikni hosil qilish uchun bu taqvolikda hosil bo'lmoqlik. Nimishqa? Masalan, Ramazon to'g'risida kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaykum qablikum la'allakum tattaqun deydi. Sizlarning burunqirog'i ro'za farz qilganda, sizlarga Ramazon ro'za farz qilib, taqvo bo'lishinglar uchun, men ro'zani tutsang taqvo bo'lasizlar. Ya'ni shu yo'lda namozni gunohni tutib deyishmi? Bizim bu şu buyurulan simvollik ibadetler, şairi ibadetler. Bu ibadeti bizni durust qilish uchun, ravurus bir ahlaklı insan qilish uchun qilingandir. Ama bu ibadetni qilaverib, bu adam durust bo'lmasa, doktorning dorisini yeyirib, saqaymagan ko'ni kasalga o'xshashda. Endi yerda dorini jiqish hisob emas, saqiyish hisob ayada. Endi yaxshi odamni yana bor. Andasak %100 hammadan davlat ketmaydi. Yaxshi odamlar bor. Turkiyada olimlarning birisi bayon qildi. Bir adam emlak çeken, o'sha qurilishchi adam ekan, naydi mu'min taqvo yaxshi adam ekanda, bu adam bir uyni setishga chiqarib ekan, $40,000 uy ekan hamda. Bahosi $40,000 zaten. Bir adam og'ili kelibdi. Kelganidan albatta bu pazarlik etudi hamda bu. Men sal ustunroq desam, pastga tushdi, shuni 40,000 ga birman deb planlab 45,000 deydi. 45,000 desa, bo'ldi oldim debdi. Aldım deganda o. Endi bu adam 45,000 ga ep qoldi. Bu uyning bahosi 40,000. Endi men hozir 40,000lik uyda bunda deb qo'ydam desam, sening gipnoning tutami yo'q ekan deb olmay qilishi mumkin deb qo'rqib, gap qilmay turdim dedi. Gap qilmay turib $5,000 ortiq etdimi? $5,000 ortiq qilib, keyin gapiribdiki, ömrümning oxirigacha shu $5,000 achchig'ini tetidim. Ko'nglimda shu vijdon faqat gidiyor. Chunki vijdon bilan iymonning orasida shunday bir bog'lanish borki, vijdoning kutasa, iymoningning kuchliligi shu. Agar vijdoning faqat yo'q bo'lgan bo'lsa, yo vijdoning kutrayversa hamma narsani, ya'ni vijdoning uxlab qolgan bo'lsa, iymoning uxlab qolgan bo'lganda, vijdon bilan shunchalik ashuna munosabat bor. Yana bir qissa bor. O'sha hozir Nurullah Genç deb bir olim bor. Turkiyada shu mudda so'zlar nima qilib yurdi. Nurullah Genç, bu YouTube'da yazsanız çıkdı o adam. O adam üstünden tarixini söyledi. Dadısına ait kembag'al adam ekan, bolasini o'qitish uchun İstanbul'da o'qitish uchun bir qo'yni sotib qo'yibdi. Bir qo'yni sotib qo'yib, 30, 40, 50 yilning oldidagi vaqtda bir qo'yni bozorga chiqib, bozorga salsa
20 lira debdi, 30 lira debdi, 40 lira debdi, 50 lira debdi, bermeymen debdi, bermeymen, yok debdi. Yok debdi qandikin, bir adam 70 lira desa, yok bermeymen. O qanday odam siz endi 30 ga bermesiz, 40 ga 70 ga bermemsiz ham degan. Yo'q, burunqa 30, 40, 50 deganlar az so'di. Sen jiq so'dan shunga bermeymen dedi. Nima bo'ladi jiq so'sa? Men rozi bo'lgandim, amam satsa qo'yning bahosi 55 lira. 55 lira deb hech kim so'madi buni. 55 liraga olsam beraman deganda, bo'ldi men og'zimdan chiqibdi 70 lira birey dedim sana 70 lira men birey roziman. Chin ko'nglimda rozilab berdim. Ahim buni dedi. Shu odamning o'zining ehtiyoji qattiq bo'lgandan keyin men bunda taraddud qilib maylamisiz bag rozi bo'lgan alay dedim, ammo ömrümning oxiriga bir chivini yutgandan bo'ldim deb so'zlab turganda, o'lab qolishni 2-3 kun burun ayoliga aytgan. Ey Xudoim, men hayotimda nurg'un xato ishlarni qildim. O'sha xato ishlarning biri, o'sha chaqda men qarab turib, o'sha 20 lira pulni ortiq og'inimga hozirgacha pushaymon qilma. Hozir o'sha odamni topa olgan bo'lsam, berib o'shani rozilashib, u odamga rozi bo'lib berdi-ku. Men taqvolikman, injikilikka qarammaydi. Biz mesela biz onu razı olab, tamam razı oldu da oylab mı koymayız onu? Razı oldu mu zaten? Lekin o adam vicdanı ile hesaplaşkan gap. Çünkü vicdan imanıyla münasebetlikya, bağlanışlıkya. Muşunda takvalıkın ma derecesinde bunda insanlar var. Şu belki muşundan yaxşı insanların boğallığı üçün nurgun eski insanlar bolsa mu Allah Teala aşının yüz hatırısından başkalarını yaxşı yaşatışı mümkün endi. Eğer muşundaq adamlar aslında Allah'ın muşundaq qo'qilgan aşında taqvodir derajasiga yetgan adamning soni texnik bo'lsa, Allah'ın bereketi texnik bo'lishi mumkin endi. Aş ayet haq masalan. Velav anna ahlul qura amanu vattaqaw lafatahna alayhim barakatan minas samai vel ard. İman etse ve taqvolik qilsa, ikki ishni qilsa, osmon zaminning barakatini yog'diryapman deydi. Biz qayrimiz biyat chataq var endi. Qur'on yolg'on aytmaydi endi. Ama bizden bir yerde çatak var. Bizde bir yerde şu özümüzün teşhis gittiği şey ayda bir çataklı var. İmanımız duruz. Elhamdülillah. Allah'a şükür hepimizin imanı duruz. Ama takvalığımızın teşhis ettiği vakitte takvalığımızda her xil meseleler çıkışı mümkün aslında. Allah Teala hem eylemle hidayet olsun, takım işlerimizi yaxşı qilib bersin, günahlarımızı afv qilsin. Ama şu Ramazan'dan yaxşı sabaq ağı nasip olsun. Amin.